Assalomu alaykum web dasturlash ishqibozlari. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. 4-dars. Bugun 4-dars. 4-darsimiz demak sarlavha taglari, abzas, BR, HR va amaliyotni tashkil topgan. Demak, birinchi sarlavha taglini ko'rib chiqamiz. Sarlavha taglari jami 6 ta. Hop, bu tartibda yozishimiz ham mumkin. H5 va H6 tartibda yozishimiz mumkin yoki shunchaki buni o'rniga H1 plus H2 plus tartibda yozishimiz mumkin. Buni ichiga demak yozishimiz uchun sarlavha deymiz. Avtomatik saqlaydi o'zi. Nima buni ko'rishimiz uchun mana ko'rib turibsiz, demak sarlavhalarimiz 6 xil o'lchamda chop etildi. Demak, eng katta o'lchamdagi sarlavhamiz asosan shu sahifani sarlavhasi uchun ishlatiladi. Undan keyingisi kichik sarlavhalar uchun ishlatiladi. Demak, buni yozishning yana boshqa usullari ham bor. $. Sarlavha. Maslashimiz ham mumkin. Natija ko'radigan bo'lsak, hech narsa o'zgarmaydi. Keyingi mavzuimiz demak P abzas hisoblanadi. P abzasimiz demak yangi abzasni bildiradi. Buni ichiga yozilgan har qanday matn yangi qatordan chop etiladi. Misol uchun Lorem deb yozsam tasodifiy matn. Shunchaki buni ichini to'ldirish uchun yozib, qo'l yozib o'tirilmaydi. Shunchaki shu dasturning demak imkoniyatlari Emmet texnologiyasi bor bunda. Demak, Emmet texnologiyasi tezish moduli hisoblanadi. Shu modul yordamida biz yozilishi kerak bo'lgan taglarni yoki qandaydir matnlarni biz avtomatik yozishimiz mumkin. Keyingisi BR tegimiz bor. BR tegimiz bor. Bu BR tegimiz shu P'ning ichida qanaqa yangi abzas bo'lsa bir bayt o'zida deylik. Mana shunga o'xshagan bitta Lorem degan bizda matn berilgan qandaydir. Mana joydamiz. Yangi abzas bo'lishi kerak. Mana joyda ham yangi abzas bo'lishi kerak. Xuddi shunga o'xshagan holatlarda biz buni BR bilan bo'lib olamiz. Yanglasam mana bir qatorda turibdi hammasi, ya'ni yangi qatorga tushirilmagan joyda bizga yangi qatorga tushish kerak edi, lekin tushmadi. Buni tushirishimiz uchun mana shu joyga biz BR tegini yozishimiz kerak bo'ladi. Endi yangilangan bo'lsa, mana menga yangi qatorga chiqdi. Keyingisi HR. Xuddi shu joyda men agar shu sahifani bo'lishim kerak bo'lgan bo'lsa, buni yozmayman deb HR yozadigan bo'lsam, menga sahifani o'rtasidan shu joyda demak bo'lib berar ekan. Ya'ni sahifaga gorizontal chiziq tortib beradi menga. Mana bu yerda misol uchun deylik BR ishlatishi yana qaytadan ko'chirishim mumkin. Boshqacha variantlarni mana misol uchun deylik qilsam Ali yasa Yosha Sashin 8 Xuddi mana shu holatlarda demak biz har bir yangi qatordan chiqarishimiz kerak. Nimaga? Chunki sababi buni
foydalanuvchiga tushunarli bo'lishi uchun va dizayn chiroyli holatga keltirishimiz uchun yangi qatorda chiqarishimizga to'g'ri keladi. Hozir buni yangilaydigan bo'lsak, bizda juda ham tushunarsiz holatda ko'rinib turibdi. Shuning uchun shunga o'xshagan joylarda biz br degidan foydalanamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, balki har biri yangi qatordan chiqib keldi. Demak, bizga ikkita vazifa berilgan. Birinchisi mana ko'rinishda sahifani hosil qilishimiz kerak, ikkinchisida mana ko'rinishda hosil qilishimiz kerak. Sahifani Google Chrome'da bitta yaxshi tomoni bor, demak har ikkala vazifada ham ko'rib turganingizdak sarlavha taglaridan foydalanilgan va p taglaridan foydalanilgan va shu bilan birga hr taglaridan foydalanilgan. Buni biz kodini ko'rishimiz mumkin agar xohlasak, yoki bo'lmasa shunchaki o'zimiz to'g'ridan to'g'ri yozishimiz mumkin. Va birinchi bo'lim kopiya qilib olamiz vaqt tejashimiz uchun. Demak, vazifa 4-dars birinchi vazifa o'zgartirilgan joyi, 4-dars birinchi vazifa mana joyida deylik h2 dan foydalangan deylik. Birinchi bo'lim. Hop, endi buni p tagiga olingan, buni nima kopirovat deymiz. Tengisida nima gorizontal bitta chiziq tortamiz. Buning uchun yangi qatorga o'tib h f yozamiz. Tengisi yana xuddi shu bilan bir xil menimcha ikkinchi bo'lim deymiz. Hop, h2 qog'ozga o'shani yozsak, bizga to'g'ri yozib beradi. Ikkinchi bo'lim deydi. Endi p ichiga mana bo'ldi menimcha. Demak, bu sahifani ko'radigan bo'lsak, mana aynan o'shanda mana ekan chiqdi. Birinchi vazifani bajardik, endi ikkinchi vazifamiz. Demak, mening birinchi sahifam bu kattaroq, ya'ni menimcha bu h1 tagidan foydalanilgan. Uni o'chirib tashlamamizda, demak, h1 ichida mening birinchi sahifam matni bor. Keyingisi p tagini ichida, demak, bu sahifa HTML asoslarini o'rganish uchun yaratilgan. Keyingisi sahifani bo'linib ekan gorizontal chiziq bilan. Keyingisi endi h2 dan foydalanilgan menimcha. Keyingisi endi hop, bitta p tagini ichida br taglaridan foydalanilgan. Demak, har biri yangi qatorda chiqish kerak buni. Mana alohida bo'lish kerak. Mana tartibda ekan bizga. Shu tartibni saqlab qolishimiz uchun oxiriga biz br deb qo'shishimiz kerak. Mana ko'radigan bo'lsak, mana bizga berilgan vazifa, buni biz bajaryapmiz hozir. Yangilaydigan bo'lsa, mana aynan shunda chiqdi ekan. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Darsimiz yoqqan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang.